Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan nandrolon anabolik steroid haqida gaplashamiz. Buni sportchilar o'rtasida deka ham deb atalishadi. Xo'p, nandrolon nima bu? Nandrolon bu anabolik steroid, ya'ni mushak massasini o'stiruvchi gormon hisoblanadi. Kimyoviy jihatdan testosteronga o'xshash, lekin 19 ta uglerodi yo'q. 19 nor steroid deyiladi. 19 ta uglerod yo'q degani nima degani? Masalan, testosteron molekulasida 19 ta uglerod bor, lekin nandrolonda bu narsa yo'qdir. Uni olib tashlaganlar. Shuning uchun anabolik darajasi nandrolonda yuqori, androgenik darajasi esa pastroq. Anabolik va androgenik darajasi nima degani? Anabolik bu anabolizm, ya'ni quruvchilik, mushak massasini tez o'stiruvchi, tiklovchilik darajasi yuqori. Androgenik darajasi nima degani? Bu erkaklarga xos effekt beradi. Masalan, soqollar, mo'ylovlarni, ovozlarni yo'g'ottiruvchi holatnaqasi pastroq. Endi sizlar bilan nandrolon plyuslari haqida gaplashamiz. Nandrolonni plyus tomonlari haqida gaplashamiz. Eng katta plyuslardan biri bu mushak massasini tez o'stiradi. Sababi mushak ichiga ukol qilingandan keyin qancha vaqtdan keyin qonga o'tadi. Qonga o'tgandan keyin u androgen reseptorlarga bog'lanadi. U mushaklarga, hujayralarga signal beradi, protein sintezini oshiradi, mushak tez o'sishni boshlaydi. Ikkinchi plyusi esa bu osteoporozdan himoya qiladi. Suyaklarni mineral va vitaminlar bilan tez boyitadi va nandrolon ko'p suv ushlagani uchun, sustavlarda, bo'g'imlarda ko'p suv ushlagani uchun og'riqlarni kamaytiradi. Anemiyadan himoya qiladi, sababi nandrolon eritrositlar sonini oshiradi. Bu esa kamqonlikdan himoya qiladi. Yana 4-yaxshi tomoni bu esa uzoq operatsiyadan keyin, qiyin operatsiyalardan keyin bemorlarning tez tiklanishiga va muskul massasini yo'qotmaslik uchun yordam beradi. Endi sizlar bilan nandrolonni organizmda yomon tomonlari haqida, pobochkalar haqida gaplashamiz. Birinchi boya aytganimdek, eritrositlar sonini oshirgani uchun qon quyuqlashadi. Qon quyuqlashsa bu tromb paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Tromb infarkt, insult xavfini keltirib chiqaradi. Ikkinchi yomon tomonlardan biri bu prolaktin gormon darajasini oshiradi. Sababi nandrolon progesteron reseptorlarga ta'sir qiladi. Bu esa gipofizga signal beradi. Gipofiz esa prolaktin gormonini oshiradi. Prolaktin gormoni qancha baland ko'p bo'lsa, bu esa libido pasayishi, jinsiy xohishga pasayish kamayadi. Ertalabki ereksiyalar bo'lmaydi. Keyin motivatsiya pasayadi. Ko'kraklarda ginekamastiya holatlari paydo bo'ladi. Xo'p, uchinchi yomon tomoni bu nandrolon ham aromatizatsiya bo'ladi. Qanchadir qismi estrogen gormoniga aylanadi. Boya aytgandek, estrogen gormoni ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin yana bu esa estrogen gormoni qanchalik baland bo'lsa, libido bilan problemalar bo'ladi, ginekamastiya holatlari paydo bo'ladi va tanada ko'p suv ushlab qolinadi. 4-yomon tomoni bu nandrolon o'zingizni testosteron darajangizni bosib qo'yadi. Shuning uchun albatta kursda testosteron qo'shish kerak bo'ladi. 5-yomon tomoni bu tanada toshmalar paydo bo'ladi, yog' bezlar ishini kuchaytiradi. 6-si bu soch to'kilishiga sabab bo'ladi. 7-tomoni esa yaxshi xolesterin darajasini pasaytiradi, yomon xolesterin darajasi ko'payadi. Bu esa yurak bilan bog'liq kasalliklar darajasini oshiradi. Xo'p, endi sizlar bilan nandrolon mashhur efirlar haqida gaplashamiz. Ikkita eng mashhur efirlar bor. Birinchisi bu nandrolon dekanat, nandrolon fenilpropanat. Xo'p, nandrolon dekanat nima bu? Nandrolon dekanat bu uzun efir. Organizmda yashash vaqti 6-12 kun. Organizmda 2, 4, 6 haftada chiqib ketadi. Plyus tomonlariga kelsak, nandrolon dekanatni plyus tomonlariga kelsak, u sekin qonga chiqadi, tez pik bo'lmaydi, tez tushmaydi, asta-asta qonga chiqadi, stabilni gormonalni fon qiladi va asta-asta chiqib ketadi organizmdan. Haftasiga 1-2 marta ukol qilinadi. Asosan yangi boshlovchilar uchun nandrolon dekanat juda ham yaxshi, chunki kam ukol qilinadi. Bular asosan nandrolon dekanat ko'proq yana massa naborda ham ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, endi nandrolon fenilpropanat haqida gaplashamiz. Fenilpropanat bu qisqa efir hisoblanadi. Qonga kirgandan keyin 1-2 kunda darajasi tez pikka chiqadi va tez tushadi. Yashash vaqti 2-4 kun. Haftada bir hafta ichida organizmdan chiqib ketadi. Qonga tez chiqadi va qondan tez chiqib ketadi.
ukol har 2-3 kunda qilinadi. Agar siz buni effektini tezroq his qilmoqchi bo'lsangiz, unda qisqa efir ishlatishingiz mumkin. Qisqa efirlarda mana shu nandrolon fenilpropanatni ishlatishingiz mumkin. Endi buni minuslari, pobochkalar haqida gapirsak, boyna aytganimdek, qon quyuqlashishi, soch to'kilishi, prolaktin, estrogen, ginekamastiya, toshmalar, yaxshi xolesterin darajasi pasayib, yomon xolesterin darajasi ko'tarilishi, shu aytganlarimni bu efirlarda ham shu narsalar paydo bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzuimiz nandrolon haqida edi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda yana boshqa anabolik steroidlar haqida yana ma'lumotlar berib boraman. Hammaga rahmat.